Selam dostlarım. Men bugün dostum Asılkay bilen kışkı urmanga kildim. Mana ol kışkı urman. Nindi güzel bizning tabiatimiz. Ura! Nihayet men yaratgan urmanda. Shunday rahat, quyosh, urmon, qor. Narat urmanının havası bik şista. Ramay, men qor ustuna borsam, u shig'ir kela. Nega shulay ekan? Asılkay, hazır aytam. Qor birtiklari nishka yuqa biz kristalları. Üstüne bassam, olar vatılalar, hem sınalar. Şu vaqtda shig'ir degan tovush chiqa. Shulaymi? Ayda oynaymiz Asılkay. Ayda. Hoppa! Sikrabız qor üstünde. Asılkay dostum bilen. Balaşa ko'ngilli vaqt. O'tsin o'yinlar bilan. Sikrabız. Asılkay, sen qo'ya qochding anda. Ramay, ayda birgalar og'ash boshlanamiz. Yig'ilib tusha ko'rma tag'in, Asılkay. Men bunda. Selam. Tog'imda iskerak minimali. Hoppa! Ay, yo'q og'ritmadi. Buyuk og'achlarga g'ina qaragan edim. Ular shunday buyuk. Qor yerning to'ni siman. U yerni qoplab oladi, ondagi jilini tishqa chiqarmay, sovuqni o'tkazmay. Qorning aligi sifati o'simliklar ham hayvonlar uchun foydali. O'lanlar qor ostida ishimay, tishqanlar, oyular, bursiqlar qish kuni qor qoplagan inlarida rahatlanib, yulinib yottalar. Senda to'ng'a ko'rma, Ramay. Kunlar yılınğaç, tağın gelir biz. Hoşçakalın.